Yo, what's up? Hello do'stlar, sizlar bilan Shafikjon do'stlar. Bugungi videomizda bizlar nima qilamiz? Bugungi videomizda bizlar sizlarga uy qurishni o'rgataman. Sizlar uylaring shunaqa, ya'ni xunuk, shinamsiz, ya'ni bo'lmayaptimi? Sizlarga bo'lsa mana bunaqa uy yoqadimi? Do'stlar, mana shunday chiroyli bazaga ham PVP o'ylarga ham anchagina bu zo'r uy. Ham uyga ham anaqaga zo'r. Bu narsani qanday quraman? Sen qurgan, men qurgan boshqacha emas. Men hammasini mana bu yerga yozganman. Mana bemalol ko'rishlaring mumkin. Qora tosh, bu mana bu narsa. Mana shu qora tosh 54 ta, 28 tani o'chirib yuboringlar, 54 ta adashib yozyapman. Xullas do'stlar, sizlarga juda ham foydali video bu, albatta hozir ertalab qilamiz. Qilaylik. Do'stlar, sizlarga bu aniq foydali video. Bu uy do'stlar. Hozir qoling. Do'stlar, bu uy mana shu uy bazaga ham zombi apokalipsis o'ynaysizmi? PVP anaqa o'ynaysizmi? Serverga kirib yo yuqmoqchimiz hammasi ketaveradi. Qarang, shinam. Siz eshikni mana ochib shunday kirasizda, mana kattagina joy, mazza qilib o'ynaydigan uy bu do'stlar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'ying do'stlar. Mana shunday uy sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Sizlar bilan Shafikjon bo'ldi. Video agar sizga yoqqan bo'lsa yoki sizni uy qurishni bilmaydigan do'stingiz bo'lsa, bu videoni unga jo'natib qo'ying. Screenshot qilib olinglar hozir. Mana do'stlar, bemalol screenshot qilib olinglar. Menimcha screenshot qilib o'rlaring do'stlar. Like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Sizlar bilan Shafikjon bo'ldi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, unda ham like bosib, obuna bo'lib qo'ying va uyga 10 dan nechadir ham ball bering. Kommentariyaga yozibman. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Sizlar bilan Shafikjon bo'ldi.